Qolip quyish oson emas. Hamma namuncha qimmat deyishadi. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Qaranglar, mahsulotlarini o'ziga yarasha qimmatligi bor. Qaranglar, mana qoliplarimiz tayyor bo'ldi. Bizada 1000 ga yaqin modellarni turi bor. Qoliplarni quyish jarayonini boshlaganmiz. Qoliplarimiz maxsus vakuum apparatlari yordamida maxsus idishchalarga quyiladi. Quyilgan qoliplarni chiqazib, har birini chiroyli qilib yetkazib berish uchun maxsus nakleykalar yordamida chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bizda qoliplarimiz qanaqa yumshoq, qaranglar. Mana bunaqa bo'lib qolmaydi. Bu sifatsizligidan dalolat beradi. Juda ham qattiq. Bu qoliplarimiz yumshoq, quyganingizda maza qilib ishlatasizlar. Modellarni ham hech kimda yo'q modellarni ko'rishinglar mumkin. Orxideyani ham sovunli variantlari bor. Bunaqa gullarni ham original varianti bor. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bemalol olib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi.